Hop, ro'ni hukmlari bor ekan-a. Ya'ni ro bilamizki, ham tafxim, ham tarqiq o'qiladi. Endi bunday holatlarini o'zini hukmlari bor ekan. Tafxim o'qilish holatlari 8 xil holatda. Mana. Hop. 8 xil holatda. Tarqiq o'qilish holatlari 4 xil holatda. Hop, ingichka qilib olaylik mana buni. Mana bularga. 8 xil holatda, 4 xil holatda va tafxim va tarqiq o'qish joiz holatlari 2 xil holatda bo'lar ekan. Endi bizga keragi tafxim o'qiladigan holati. Ro harfi fathali bo'lsa, ya'ni roni o'zi fathali kelganda mana. Romadona, roni o'zi fathali keldi. Ro bo'lib. Romadona. Endi ikkinchisi ro sukunli bo'lib, unda oldin fatha kelsa. Mana. Ro sukunli, mana. Roimiz sukunli, undan oldin fathali harf kelyapti, qarang. Maryam. Maryam. Endi buni ham tushundingiz. Birinchisi fathali bo'ldi, ikkinchisi ro o'zi sukunli bo'lib turib, undan oldingi harf fathali bo'ldi. Endi uchinchisi ro sukunli bo'lib, undan oldin yadan boshqa harf ham sukunli bo'lib, undan oldin fatha kelsa. Demak, tushunamiz. Ro sukunli, undan oldingi harf sukunli, undan oldingi harf fathali bo'lganda, faqat bitta sharti bo'lishi kerak. Mana bu o'rtadagi harf ya bo'lmasligi kerak. Agar xoyir bo'lsa, masalan, ro sukunli, undan oldingi harfi ya harfi sukunli bo'lib, undan oldingi harf fathali kelganda, bilamiz-ku, ya sukunli bo'lib, undan oldingi harf fathali kelganda lin sifati bo'ladi. Agar roda lin sifati bo'lsa, roni yo'g'on tarqiq o'qiymiz, ya'ni ingichka o'qiymiz. Agar yadan boshqa harf kelsa, mana sod harfi kelgan-a. Yadan boshqa harf keldi, biz buni tafxim o'qiymiz endi. Agar ya kelib qolsa, keyin yana lin sifati bo'lib qolsa, ya'ni ya harfi sukunli bo'lib, undan oldingi harf fathali bo'lganda, biz ro kelganda uni ingichka o'qirkanmiz. Demak, sharti ya bo'lmasligi kerak. Mana bu 3-ko'rinishida. Mana 3-ko'rinishda ya bo'lmasligi kerak. Endi 4-ko'rinishi dommali holati. Ya'ni roni dommali, o'zi dommali kelishi kerak mana. Kafaru. 5-holati ro sukunli bo'lib, undan oldingi harf domma bo'lganda. Endi roimiz sukunli holatda bo'lishi kerak. Undan keyin domma bo'lishi kerak 5-holatida. Endi hop 6-holat. 6-holati, mana 6-holati. Hop, buni ham belgilab qo'yaylik. Mana 6-holat. Ro sukunli bo'lib, undan oldingi harf ham sukunli bo'lib, undan oldin domma kelsa, ya'ni 3-harfi dommali bo'lishi kerak 6-ko'rinishda. Ro sukun, undan oldingi harf ham sukun, mana undan keyingi harf domma bo'lishi kerak. Demak, biz nima deb o'qiymiz buni? Husr. Husr deb o'qiymiz, tafxim o'qiymiz. Endi 7-ko'rinishi ro sukunli bo'lib, undan oldin oriz xayoli vaqtinchalik kasra kelsa. Oriz kasra vaslali hamzaga qo'yilsa 1-holati. Ya'ni ro sukunli bo'lib, undan oldin vasli hamza keldi. Vasli hamza keldi. Vasli hamza oyatni boshida kelganda 3-harfni harokatiga qarayirdik. Agar 3-harfni harakati fatha yoki kasra bo'lsa, vasli hamzaga kasrani qo'yamiz. Agar o'shanday holatda ro kelib qolsa, vaslali hamzadan keyin roni yo'g'on o'qiymiz degani bu. Irji'u deb o'qiymiz. Shunda biz roni yo'g'on o'qiymiz. Ya'ni agar orizi, vasli hamzaga orizi kasra qo'ysak, roni biz yo'g'on o'qirkanmiz. Irji'u. Endi B holati bor ekan, vaslali kasra vaslali hamzadan oldingi kalimada bo'lsa. Ya'ni kasra vaslali hamzadan oldingi. Bu degani
Mana birinchi holatida vaslali hamza oyatni boshida keldi va oriziy kasroni oldi. Irji'u bo'ldi. Endi bu holatda B holatida vaslali hamza mana o'rtada kelyapti, kalimaning o'rtasida. Allazi irtada. Oyatning o'rtasida kelyapti. Undan oldingi harfni undan keyingi harfga ulab berish kerak. Ya'ni allazida mana mad kelgan. Ya'ni maddiya. Yavul maddiya kelgan-a? Endi yavul maddiyani madini kesadida vaslali hamza. Madini kesadida i holatida mana cho'zmaymizda roga ulab ketamiz. O'shanday holatda ham roni biz yo'g'on o'qirkanmiz. Demak, bitta nimasini biling. Rodan oldin vaslali hamza keldimi? Demak, roni yo'g'on o'qishimiz kerak ekan deymiz, qarang. Allazi irtada lahum. Allazi irtada lahum deb o'qiymiz bunda. Xo'p, tushundingiz degan umiddaman. Endi 8-holatiga. 8-holati ro sukunli bo'lib. Mana roimiz sukunli. Undan oldin kasra kelsa. Mana undan oldin kasra keldi. Juda qalin bo'lib ketibdi-da anaqamiz. Mana undan oldin voy bu qalin bo'lib ketdi. Ro sukunli. Undan oldingi harf kasrali keldi. Ammo ro harfidan keyin shu kalimada, ya'ni bu degani bitta kalimani o'zida kelishi kerak bularning hammasi degani. Mana bular ikkita kalimada keldi, lekin 8-holatida bitta kalimada kelsin deyapti. Mana sharti shu, bitta kalimada. Shu kalimada istilo harfi kasrasiz kelsa. Ya'ni ro sukunli, undan oldingi harf kasroli, keyingi istilo harfimiz kasrosiz kelishi kerak. Shunda biz va irsoda deb o'qiymiz. Chunki roni tafhimligini sharti istilo harfi kelyapti. Agar istilo harfimiz kasrali bo'lib qolganda, biz roni ingichka o'qirdik. Istilo harfi fathali yoki dommali bo'lganda biz roni yo'g'on o'qirkanmiz. Ya'ni sharti shuki, ro sukunda, undan oldingi harf kasroda, rodan keyingi harf istilo harfi bo'lsin, kasrasiz bo'lsin. O'shanda va irsoda firtosin. Ro o'zi tarqiq o'qilishi kerak, ingichka o'qilishi kerak, lekin undan keyin istilo harfi kelgani uchun tilimiz o'sha istilo harfiga tayyor bo'lib turadi-da. O'shaning uchun ro yo'g'on o'qilib ketiladi. Firtosin yoki firqotin. Qoda cho'zg'i yo'q ekan. Mana ro sukunda, undan oldingi harf kasroda. Mana kasroda. Undan keyingi harf kasrosiz istilo harfi bo'lishi kerak ekan, demak.